pensiyasini bank kartasiga oladigan pensionerlar bu ma'lumotni albatta bilishi kerak. Chunki karta orqali pensiya olish qulay, lekin ayrim holatlarda odam o'zi bilmagan holda pulini vaqtida ololmay qolishi, karta bloklanishi. Bankomatdan yechishda komissiya masalasida adashishi yoki firibgarlarga aldanib qolishi mumkin. Men bugun sizga oddiy tilda pensiya kartaga tushganda nimalarga e'tibor berish kerakligini, qanday o'zgarishlar bo'layotganini, kimlar xavotir olish kerakligini va kimlar bemalol davom ettirishi mumkinligini batafsil tushuntirib beraman. Bu gaplar faqat bir ikki kishiga emas, pensiya oladigan har bir inson, ularning farzandlari, nabiralari va qarindoshlari uchun ham muhim. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar ko'pchilik pensionerlarning pulini, vaqtini va asabini saqlab qoladi. Avvallari ko'pchilik pensionerlar pensiyasini naqd shaklda olardi. Pochtachi uyga olib kelardi yoki odamlar pochta bo'limiga borib navbat kutib imzo qo'yib pulini olardi. Bunda muammo ham bor edi. Kimdir uyda bo'lmay qolardi. Kimdir pochtachini kutib bir kunini yo'qotardi. Ba'zan pul yetkazish kechikardi. Ayrim joylarda navbat juda uzun bo'lardi. Qishloq joylarda esa pensionerlar uchun bir necha kilometr yo'l yurib borish ham oson emas edi. Keyin asta-sekin pensiyalar bank kartalariga o'tkazila boshlandi. Buning asosiy maqsadi shuki, pensioner pulini o'z vaqtida olsin, istagan vaqtda bankomatdan yechsin, do'konda karta orqali to'lasin. Kommunal to'lovlarni ham masofadan amalga oshirsin. Bu zamonaviy va qulay tizim. Lekin har qanday qulay tizimda ham bilib olish kerak bo'lgan qoidalar bor. Agar pensioner karta ishlatishni yaxshi bilmasa, SMS xabarlarini tushunmasa, bankomatdan pul yechishda shoshilsa yoki kartasini boshqa odamga berib qo'ysa, muammo paydo bo'ladi. Hozir eng ko'p uchrayotgan savollar shular. Pensiya kartaga tushsa, pulni darhol yechib olish shartmi? Karta ishlatilmasa, pensiya qaytib ketadimi? Bank puldan ushlab qoladimi? Karta muddat tugasa, pensiya qayerga tushadi? Pensioner boshqa viloyatga ketib qolsa, pulni qanday oladi? Karta yo'q bo'lsa nima qilish kerak? Men bularning hammasini ketma-ket tushuntiraman. Avvalo pensiya kartaga tushgani bu pul yo'qoladi degani emas. Pensiya hisoblangandan keyin bank kartangizga keladi va siz undan xohlagan vaqtda foydalanishingiz mumkin. Masalan, pensioner opa 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. Pul kartaga oyning 10 kuni tushdi. U kishi shu kuni hammasini yechib olishi mumkin yoki 300 ming so'mini oziq-ovqatga karta orqali ishlatib, 500 ming so'mini bankomatdan yechib, qolgan 400 ming so'mini kartada qoldirishi mumkin. Pul kartada qolsa, odatda u o'z-o'zidan yo'qolib ketmaydi. Lekin karta faol bo'lishi, muddati tugamagan bo'lishi va hisob bloklanmagan bo'lishi kerak. Berilmadan kimlar ko'proq e'tiborli bo'lishi kerak? Birinchi navbatda kartani o'zi ishlata olmaydigan pensionerlar. Masalan, otaxon kartani o'g'liga berib qo'ygan, PIN kodni ham aytgan, SMS xabarlar esa o'g'lining telefoniga ulangan. Bu holatda pensioner o'z pulini nazorat qilmay qoladi. Men mutaxassis sifatida shuni qat'iy aytaman. Karta pensionerniki bo'lsa, nazorat ham pensionerning o'zida yoki ishonchli qonuniy vakilda bo'lishi kerak. Farzand yaxshi bo'lsa ham, qo'yda baribir qo'yda. Chunki ertaga oilada tushunmovchilik bo'lsa, pensioner mening pulim qayerga ketdi deb isbotlashda qiynalishi mumkin. Ikkinchi e'tiborli guruh bu bankomatdan pul yechishni bilmaydiganlar. Bankomatda avval karta kiritiladi, til tanlanadi, PIN kod kiritiladi, summa yoziladi. Shu jarayonda atrofdagi begona odamdan yordam so'rash xavfli. Kimdir men yordam beraman deb PIN kodni ko'rib olishi. Keyin kartani almashtirib qo'yishi yoki pul yechib olishi mumkin. Agar yordam kerak bo'lsa, bank xodimidan yordam so'rang, lekin PIN kodni ovoz chiqarib aytmang. PIN kodni kiritayotganda qo'lingiz bilan klaviaturani to'sib turing. Bu mayda narsa bo'lib ko'rinadi, ammo firibgarliklarning katta qismi aynan shundan boshlanadi. Uchinchi masala, karta muddati. Har bir plastik kartaning old tomonda amal qilish muddati yoziladi. Masalan, 15-26 deb yozilgan bo'lsa, karta 2026 yil may oyigacha amal qiladi. Agar muddat tugasa, karta orqali bankomatdan pul yechish yoki to'lov qilish qiyinlashadi. Pensiya hisob raqamiga tushishi mumkin, lekin kartadan foydalanish bloklandi yoki cheklanadi. Shuning uchun men har bir pensionerga maslahat beraman. Karta muddati tugashidan kamida bir oy oldin bankka boring va kartani yangilashni so'rang. Pasport yoki ID karta, eski bank kartasi va telefoningiz yoningizda bo'lsin. Keling, real misol ko'raylik. Toshkent viloyatida yashovchi pensioner 1 million ming so'm pensiya oladi. Uning kartasi muddati mart oyida tugagan.
aprelda pensiya hisoblangan, lekin u bankomatdan yecha olmagan. U pensiyam tushmadi deb o'ylagan. Aslida pensiya hisobda turgan, faqat karta yangilanishi kerak bo'lgan. Bankka borib yangi karta oldi. Shundan keyin pulidan foydalandi. Demak, muammo pensiya tayinlanishida emas, karta muddatida bo'lishi mumkin. Yana bir muhim masala SMS xabarnoma va telefon raqami. Pensiya kartaga tushganda sizga SMS keladi. Masalan, hisobingizga 1.300.000 so'm kelib tushdi degan xabar. Agar SMS boshqa odamning raqamiga ulangan bo'lsa, pensioner pul tushganini bilmaydi. Bundan tashqari, ayrim mobil ilovalar orqali pul o'tkazish, to'lov qilish, karta holatini ko'rish mumkin. Shuning uchun telefon raqami dolzarb bo'lishi kerak. Raqamingizni almashtirsangiz, bankka borib kartaga ulangan raqamni ham yangilang. Aks holda tasdiqlash kodlari eski raqamga ketadi va siz o'z kartangizni boshqara olmaysiz. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar kartangiz muddat tugamagan bo'lsa, PIN kodingizni hech kimga aytmasangiz, SMS o'zingizning telefoningizga kelsa, bankomatdan pulni to'g'ri yechsangiz va kartani yo'qotmagan bo'lsangiz, katta xavotirga o'rin yo'q. Pensiya kartaga tushishi oddiy tartib. Bu sizning pensiyangiz kamaydi yoki bekor bo'ladi degani emas. Ammo shuni ham aytishim kerak, karta orqali pensiya olishda har oy pul tushishini tekshirib boring. Masalan, siz odatda har oyning 12 kuni pensiya olasiz. Agar 15 kungacha pul tushmasa, darhol sababini aniqlang. Bankdan so'rang, hisobga pul kelganmi yoki yo'qmi? Agar bank kelmagan desa, pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Agar bank kelgan, lekin karta ishlamayapti desa, demak masala bank kartasida. Endi istisnolar, nozik joylar va ko'pchilik bilmaydigan holatlarga o'tamiz. Birinchi nozik masala, pensioner uzoq vaqt kartadan foydalanmasa nima bo'ladi? Ayrim banklarda uzoq muddat ishlatilmagan karta bo'yicha xavfsizlik cheklovlari qo'yilishi mumkin. Masalan, karta bir necha oy ishlatilmagan, bankomatdan pul yechilmagan, to'lov qilinmagan. Bank buni shubhali yoki nofaol holat deb ko'rib, ayrim operatsiyalarni cheklashi mumkin. Bu pulingiz yo'qoldi degani emas, lekin bankka borib kartani faollashtirish kerak bo'lishi mumkin. Ikkinchi nozik masala, qarzdorlik va ushlab qolishlar. Ba'zi pensionerlar bank pensiyamdan pul ushlab qoldi deb o'ylaydi. Aslida bank o'zicha pensiyadan pul olib qo'ymaydi. Lekin sud qarori, ijro hujjati, aliment, kredit bo'yicha majburiyat yoki boshqa qonuniy qarzdorlik bo'lsa, tegishli tartibda ushlab qolish bo'lishi mumkin. Masalan, pensioner avval kredit olgan, to'lovlarni vaqtida qilmagan, ish ijro organlariga o'tgan. Shunda kartaga pensiya tushganda ma'lum qismi ushlab qolinishi ehtimoli bor. Bu holatda bank bilan birga majburiy ijro byurosi yoki tegishli tashkilotdan ham ma'lumot olish kerak. Uchinchi masala, komissiya. Pensiya kartasi qaysi bankka tegishli bo'lsa, odatda o'sha bank bankomatlarida pul yechish qulayroq bo'ladi. Boshqa bank bankomatidan yechsangiz komissiya olinishi mumkin. Masalan, sizning pensiya kartangiz A bankniki, lekin siz B bank bankomatidan 1 million so'm yechdingiz. Bank shartlariga qarab ma'lum foiz komissiya chiqishi mumkin. Kimdir buni pensiyam kamaydi deb o'ylaydi. Aslida bu bankomat xizmat haqi bo'lishi mumkin. Shuning uchun pul yechishdan oldin bankomat ekranida komissiya haqida yozib chiqsa, diqqat bilan o'qing. Tushunmasangiz, bekor qilish tugmasini bosing va o'z bankingiz bankomatdan foydalaning. To'rtinchi masala, karta yo'qolishi. Agar karta yo'qolsa, balki topilib qolar deb kutib yurish noto'g'ri. Darhol bankning ishonch telefoniga qo'ng'iroq qilib, kartani bloklatish kerak. Chunki karta kimningdir qo'liga tushsa, PIN kod bo'lmasa ham ayrim to'lovlarda xavf bo'lishi mumkin. Ayniqsa karta ma'lumotlari suratga olingan bo'lsa, bankka borib yangi karta ochasiz. Pensiya eski hisob bilan bog'liq bo'lsa, bank sizga yangi kartani shu hisobga ulab beradi yoki yangi rekvizitlar bo'yicha tartibni tushuntiradi. 5. nozik masala, pensioner vafot etgandan keyingi holat. Bu og'ir mavzu, lekin bilish kerak. Pensioner vafot etsa, uning kartasidagi mablag'lar va keyingi pensiya to'lovlari qonuniy tartibda ko'rib chiqiladi. Qarindoshlar karta PIN kodini bilsa ham, vafot etgan odam nomidan pul yechish huquqiy muammo keltirib chiqarishi mumkin. Meros, daf puli, olinmay qolgan pensiya masalalari bo'yicha pensiya jamg'armasi va notarial tartib mavjud. Shuning uchun bunday vaziyatda bankdan yoki pensiya bo'limidan qonuniy yo'lni so'rash kerak. 6. masala, ishonchnoma. Agar pensioner kasal bo'lsa, yura olmasa yoki bankka bora olmasa, boshqa odam uning nomidan ish yuritishi uchun oddiy og'zaki kelishuv yetarli emas. Qonuniy ishonchnoma kerak bo'lishi mumkin. Masalan, ona yotib qolgan, o'g'li bankdan karta masalasini hal qilmoqchi.
bank onangizning o'zi kelsin yoki ishonchnoma bo'lsin deyishi mumkin. Bu bankning qattiqqo'lligi emas, bu xavfsizlik talabi. Chunki bank pensionerning pulini himoya qilishi kerak. 7-chi masala firibgar telefon qo'ng'iroqlari. Hozir juda ko'p odamlar pensionerlarga qo'ng'iroq qilib, kartangiz blok bo'ladi. Pensiyangiz to'xtaydi, kod ayting, bankdanman, pensiya jamg'armasidanman deb aldashga urinadi. Men buni juda jiddiy ogohlantirish sifatida aytaman. Hech qachon SMS kodni, karta raqamini to'liq amal qilish muddatini, CVV kodni va PIN kodni telefonda aytmang. Haqiqiy bank xodimi sizdan PIN kodni so'ramaydi. Haqiqiy tashkilot SMS kodni aytishni talab qilmaydi. Agar shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, suhbatni tugating va bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. 8-masala pensiyani kartadan kartaga o'tkazish. Ba'zi pensionerlar pul tushishi bilan farzandiga yoki nabirasiga o'tkazib beradi. Buni qilish mumkin, lekin har bir o'tkazmada komissiya bo'lish ehtimoli bor. Bundan tashqari noto'g'ri raqamga pul yuborib qo'yish xavfi bor. Masalan, 500 ming so'mni qizining kartasiga yubormoqchi bo'lib, bitta raqamni xato kiritdi. Pul boshqa odamga ketdi. Keyin uni qaytarish ancha qiyin bo'ladi. Shuning uchun pul o'tkazishda karta egasining ismini tekshiring, summa va raqamni shoshmasdan solishtiring. Endi aniq qadamlarni aytaman. 1-qadam, kartangizni tekshiring. Karta muddati qachongacha amal qilishini ko'ring. Agar muddat tugashiga 1-2 oy qolgan bo'lsa, bankka boring. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, eski karta va telefoningizni oling. Bank xodimiga pensiya kartamni yangilamoqchiman, pensiya tushishida uzilish bo'lmasin deb aniq ayting. 2-qadam, telefon raqamingizni tekshiring. SMS xabarnoma qaysi raqamga keladi? Agar eski raqamga ulangan bo'lsa yoki farzandingiz telefoniga kelsa, o'zingiz uchun qulay tartibni tanlang. Men pensioner pulini o'zi nazorat qilish tarafdoriman. Agar ko'zi yaxshi ko'rmasa yoki telefon ishlata olmasa, eng ishonchli yaqin odam yordam bersin, lekin hamma narsa ochiq va tushunarli bo'lsin. 3-qadam, PIN kodni xavfsiz saqlang. PIN kodni kartaning ustiga yozmang, hamyon ichiga qog'ozga yozib qo'ymang. Chunki hamyon yo'qolsa, karta ham, PIN kod ham birga ketadi. Yaxshisi esda qoladigan, lekin boshqalar topa olmaydigan raqam tanlang. Tug'ilgan yil 1111, 1234 kabi oson raqamlar xavfli. 4-qadam, pul tushishini har oy tekshiring. SMS kelmasa, bankomatdan balansni ko'rishingiz mumkin yoki bankka murojaat qilishingiz mumkin. Agar pul tushmasa, avval bankdan hisob holatini so'rang. Bank pensiya kelmagan desa, tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga boring. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, uni bank karta ma'lumotlari va oxirgi oylar bo'yicha tushumlar haqida ma'lumotni oling. 5-qadam. Bankomatdan foydalanganda xavfsizlikka amal qiling. Bankomat yo'lida begona odamlar juda yaqin tursa, kuting. PIN kodni yopib kiriting. Pulni olgach darhol sanab hamyonga soling. Chek chiqsa, uni bankomat yonida tashlab ketmang. Chekda sizning hisobingizga oid ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Agar bankomat kartani yutib yuborsa, vahimaga tushmang. Bankomat qaysi bankka tegishli ekanini ko'ring. Bankka qo'ng'iroq qiling va kartani bloklatish yoki qaytarib olish tartibini so'rang. 6-qadam, shubhali qo'ng'iroqlarga javob bermang. Kimdir pensiyangiz oshishi uchun kod ayting desa ham, kartangiz bloklanmasligi uchun ma'lumot bering desa ham ishonmang. Davlat tashkilotlari va banklar muhim ishlarni rasmiy tartibda qiladi. Telefon orqali maxfiy kod so'rash firibgarlik belgisi hisoblanadi. 7-qadam. Agar siz yura olmaydigan pensioner bo'lsangiz, oldindan qonuniy vakillik masalasini hal qiling. Notarius orqali ishonchnoma kerak bo'ladimi? Bankning masofaviy xizmatlari bormi? Pensiya jamg'armasida qanday tartib bor? Bularni aniqlang. Bu ishni muammo chiqqandan keyin emas, oldindan hal qilgan ma'qul. Chunki karta muddati tugab qolgandan keyin pensioner yura olmasa, hujjat ishlari ko'proq vaqt oladi. 8-qadam, bank rekvizitlarini tartibga soling. Agar bankni o'zgartirsangiz yoki yangi karta ochsangiz, pensiya aynan qaysi hisobga tushishini aniqlang. Ba'zan odam yangi karta ochadi, lekin pensiya eski hisobga tushishda davom etadi. Shunda yangi kartamga pul kelmadi deb o'ylaydi. Aslida pensiya eski kartaga yoki eski hisobga tushgan bo'lishi mumkin. Bankdan yozma yoki aniq og'zaki ma'lumot oling. Zarur bo'lsa pensiya jamg'armasiga yangi rekvizitlarni taqdim eting. 9-qadam. Oila a'zolari bilan ochiq gaplashing. Agar ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularga karta xavfsizligini tushuntiring. Lekin ularning pulini ularning roziligisiz boshqarmang.
Pensioner ham farzandiga yordam bermoqchi bo'lsa, o'zi bilib, o'zi qaror qilib bersin. Pul masalasida shaffoflik bo'lmasa, oilada kelishmovchilik chiqadi. 10-qadam, har qanday muammoda yozmaysiz qoldiring. So'rang. Pensiya bo'limiga arz bersangiz, qabul qilinganini tasdiqlatuvchi belgi yoki raqam oling. Masalan, pensiyam kartaga tushmayapti deb og'zaki aytib chiqib ketish yetarli bo'lmasligi mumkin. Arizada familiya, ism, otasining ismi, yashash manzili, telefon raqami, pensiya turi, karta banki va muammo mazmunini yozish kerak. Falon oydan beri pensiya mablag'im kartaga tushmayapti. Sababini aniqlab berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Pensiyani kartaga olish qulay, tez va zamonaviy usul. Lekin bu qulaylikdan to'g'ri foydalanish uchun karta muddati, PIN kod, SMS xabarnoma, bank komissiyasi ishonchnoma, qarzdorlik va firibgarlik masalalarini bilish shart. Men sizga eng muhim qoidani yana bir marta aytaman. Kartangizni, PIN kodingizni va SMS kodingizni hech kimga bermang. Pul tushishini har oy tekshiring, karta muddati tugashidan oldin bankka murojaat qiling. Agar pensiyangiz kartaga tushmasa, avval bankdan hisob holatini aniqlang. Keyin pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Agar karta yo'qolsa, darhol bolaklating. Agar telefon raqamingiz o'zgarsa, bankdagi raqamni ham yangilang. Agar sizning nomingizdan boshqa odam ish yuritish kerak bo'lsa, buni qonuniy ishonchnoma orqali qiling. Siz pensiyani kartaga olasizmi yoki naqd shaklda olasizmi? Kartada qanday muammoga duch kelgansiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Chunki sizning tajribangiz boshqa pensionerlarga ham foyda beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring, toki hech kim o'z pensiyasi masalasida aldanib qolmasin.